Nima uchun ayollar butun umr boshqalarning oldida erdan mehr ko'rmasdan o'tib ketish kerak? Nima uchun mehr ko'rsatish deganda parda ortidagi jarayonlar nazarda tutiladi? Aslida bir piyola choyni turmush o'rtog'iga o'zi berishi, taomni birga tayyorlashi yoki peshonasidan o'pib qo'yishi, xoh u kimnidir oldida bo'lsin, farzandlarining oldida, xoh alohida bo'lsin, ota-ona oldida degan ma'nodagi fikrlar nazarda tutilmayapti bu yerda. Ota-onani oldida ayolga ovqatni qoshiqda yedirib qo'yish andishasizlik deb baholanyapti-da. Unda nimaga to'ylarda hammaning oldida tort kesib, bir-biriga yedirishyapti, yana uni video tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishyapti. Bu andishasizlik emasmi? Minglagan odamlar orasida. Aynan, bu andishasizlik emasmi? Nima uchun ayolga mehr ko'rsatish to'y kuni bo'lishi kerak faqat? Har kuni tort bo'lmasa ham ozgina bir narsani ilinish ortidan mehr ko'rsatish mumkin-ku. O'sha tortni kesib yedirayotganingda ham ota-onang qarab turgan bo'ladi-ku. Bu andishasizlik emasmi? Ayolga mehr unda ota-onani oldida ayolni tepkilab, turtkilab o'rnidan turg'izish nima? Ayolini og'zida kurayda turmaydigan, hatto og'izga imkon berilsa chiqarishga uyaladigan so'zlar bilan hammani oldida so'kish andishasizlik emasmi? Men shunaqa erkaklarni bilaman, ayolini yalinib tekkan xotinday murojaat qilishadi-da, qani u muomala qilishadi. Va har kunda bir shunaqa qo'pol gapirib turmasa, boshqa chiqib oladi deb o'ylashadi. Ha, o'zi aslida ayollardagi sovuqlashishning asliyatida, tubida erkaklarga bo'lgan mehrsizlik turadi. U yuzaki seni kiringni yuvib qo'yishi, ovqatingni chiroyli qilib tayyorlab qo'yishi, voy kelgan, voy, yana deb turib yaxshi gapirishi